O'rtoqlar, sizlar bilan Dilshod Najmiddinov bo'ladi. Bugungi videomizda akkauntimni ko'rsataman. Bu YouTube'ga chiqadigan yangi, ya'ni birinchi videom bo'ladi. Shuning uchun gaplarimda xatoliklar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlarga umiddaman. Bu videomda shunchaki akkauntimni ko'rsatib, o'zimni yangiligimni aytmoqchi edim. Xo'sh, birinchi o'rinda akkauntni ko'rsataman. Akkaunt juda zo'r kuchaymagan bo'lsa ham, lekin yaxshi holatda o'ynasa bo'ladigan akkaunt. Yaxshi zaxiramizda Abduqodir Husanov ham bor. Bu ko'kku nega olgansiz sizlarning o'zbek futbolchisi bor. Bu o'zbek yozda 77 yoki 78 holatga ko'tariladi. Reytingga ko'tariladi. Bitta Trezeguet ham yaxshi kuchaygan. Luis Suarez bor. Ko'rib turganlaringizdek akkaunt yaxshi holatda. Kylian Mbappe kelgan. Kylian Mbappe esa buning sariq kartasi bor, ya'ni o'zimda. Lekin yashilni sotib olishga arziydi. Bunday qilamiz. Boya to'liq ko'ra olmaganlar uchun mana shunday holatda akkaunt zo'r kuchaymagan bo'lsa ham o'ynashga bo'ladi. Futbolchilarning o'zimni qiziqishim bo'yicha, ya'ni shu o'yini yaxshi bo'lgan futbolchilarni tushirib qo'yganman. Lewandowski yaxshimikan yoki Harry Kane? Menimcha Lewandowskining o'zi ham yaxshi, speedlar baland bo'lgan futbolchilar kerak albatta. Harry Kane yaxshi holatda emas speedi, lekin shot darajasi a'lo darajada. Xo'sh, hozir o'zimning YouTube kanalim, Telegram kanalim yangi bo'lganligi uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Men buni hozir Telegram, YouTube kanallarim, Instagram kanallarimga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, Dilshod pastki chiziqcha Najmiddinov deb qidirasizlar va mening YouTube kanalim chiqib kelishi mumkin. Instagram, Telegram kanallarim chiqib keladi va unga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga like bosinglar, obuna bo'linglar. Короче, videoni to'xtatamiz. Akkauntimni ko'rsatib, o'zimni yangiligimni aytmoqchi edim. Endi bundan buyog'iga videolar to'xtamasdan chiqishda davom etadi, xudo xohlasa. Bu gaplarimga negativlar albatta bo'ladi. Bular oldindan bo'lgan, hozir ham, bundan keyin ham davom etaveradi. Muhim ular gapiga quloq solmaslik kerak. Hamma o'zini ishini bilib qilgani yaxshi deb o'ylayman. Agar mana shu odamlar bor, negativlar yozadi deydi, bunaqa deydi, unaqa deydi, men kontent qilmayman deydi. Lekin sharoiti bor, ular negativlar unaqa bunaqa deydi. Unaqa narsalardan cho'chimaslik kerak. Ular yozadi, lekin ularga odamlar ahamiyat ham bermaydi. Faqat o'zlarining fikrini o'zlari shunday bir burchakda qoldirib yozib ketadi. Muhim ularga ahamiyat qilmaslik kerak. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Sizlar bilan Dilshod Najmiddinov bo'ldi. Albatta obuna bo'lib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Keyingi videomizda live o'yinlarga kirib yoki bo'lmasam shu mana bu yerdagi divizionlarni har xil ko'tarishlar, shunday qilib stadionni kuchaytirishlar, futbolchi kuchaytirishlar qilib sizlar bilan albatta shunday videolar olishga harakat qilamiz. Sizlar muhim podeshka qilib turingizlar bo'ldi. 1000 ta Telegram yoki Instagramda 1000 ta obunachi bo'lganimizdan keyin yoki YouTube'dan farqi yo'q. Uchalasidan bittasi bo'yida 1000 ta obunachidan oshdikmi, bittasi tekinga sezon pas o'ynayveramiz. Balkim o'zim akkauntimni boshqa yangilab
buni kimdirgadir shunday beraverishi mumkin. Akkaunt yaxshi holat zo'r kuchaymagan bo'lsa ham, lekin bundan keyin davom ettirib o'ynab, faqatgina futbolchini kuchaytirishga harakat qilsa, akkaunt zo'r. Akkauntga gap yo'q. Qani bo'lmasam videoni to'xtatamiz. Omon bo'linglar.